بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: المسألة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك. ركوعا سجدة Kur'an-ı Kerim okusu bulunmaydı da qarabdı cumhur. Hazreti Ali rivayet qilgan hadisda qala nahani Jibrilu sallallohu alayhi vasallam an aqra'al Qur'ana raki'an va sajidan. Ve Jibril degan so'zni hibbi deb o'zgartirib qo'ygan. Xatolik qilib qopti. Nahani hibbi sallallohu alayhi vasallam an aqra'al Qur'ana raki'an va sajidan. Müslim rivayet qilgan hadis kim bu? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Habibim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ruku ve secde qilgan vaqtimda Kur'an o'qishdan to'sgan degan hadis. İmam Müslim rivayet qilgan. Bu hadis aniq ruku ve secde qilgan chog'da Qur'on-i Kerim o'qisa bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. Qala at-Tabari va huwa hadithun sahihun va bihi akhadha fuqaha'ul amsar. İmam Tabari İbn Jarir at-Tabari buni sahih deb o'qigan. Albatta İmam Buxoriy buni Sahih Buxoriga kirgizmagan hadis. وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري. İmam Buxoriy yani bir grup tabi'li varken bular o'qisa bo'ladi deb qaradi. Demak, ma'rifat İmam Buxoriy Sayyid'e ammagan. Sayyid'e ammagan bo'lsa, lekin Sayyid'is. Yani İmam Buxoriyning Sahih Buxoriy kitobida Sayyid'larning hammani to'pladim degan emas. Sahih Buxoriy bo'lmasin, Muslimda bo'lmasin, boshqa kitoblarda Sayyid'lar ko'p. Lekin İmam Buxoriy akagini o'zining shartiga uyg'un kelgan hadislardan ba'zini to'pladi, hammani emas. Li'annahu lam yasih al-hadith indahu. Yani İmam Buxoriyning nazarida bu hadis sahih emas deb qarag'achqa o'qisa bo'lardi deb qarabdi. İmam Buxoriy o'zining ash kitobini yozgan chog'da bayon qilgan. Men sayyiddan hammani to'plamadim buningga. Shartim uyg'un kelgan hadisda uni olsa bir masalada, unda ikki kishini olaman. Bunda misol qilib. Lekin hammani tizib ekemayman dedi. Ondan sonra alimler Sahih Buxoriy lam nastaw'ib as-sahih kullahu dedi. Yani hadisden hemen toplagan emas. Yani Sahih Buxoriyda 7000 hadis var. Tekrarını çıkarırsa 3000 atrafıda hadis. Onun Sahih hadis yani ondan köp nurgun hadis var. Demek Sahih Buxoriyda yoktursa bu sahih emas deyilmaydı. Yani elbette Kur'an-ı Kerim'de ruku secde o'qish Rasulullah'ın da okuman bo'lgan ekan. Bu şu cumhurning qarshi shu to'g'ri. Lekin bir oyat var mesela, dua karakterlik. Onu secdede rukuda o'qisa mayli bo'ldi. Chunki bu Qur'on o'qigan bo'lmaydi, bu qiraat qilib uzun Qur'on o'qigan. Bir oyat so'zni dua tariqasida secdede rukuda dua qilgan bo'ldi. Vaqtalafu, yani boshqa masalaga o'tib ketdi. Hal fi ruku'i va sujudi qawlun mahdudun yaquluhu al-musalli am la? Ruku ve sucudda namaz okuyan kişi muayyen manda duanı kılış gerek dediğim bir muayyen dualı var mı yok mu? Yani zikir şunda sözler var mı yok mu? فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ مَحْدُودٌ. Onda biktip koygan bir söz yok. Halıgan sözüne duanı kılış buludu. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. Ruku qilgan chog'da Subhan Rabbiyal Azim deydi, secde qilgan chog'da Subhan Rabbiyal A'la, yani 3 qatimdan deydi. Bu cumhurning qarashi. Ala ma jaa fi hadith Uqba ibn Amr. Ibn Amrning hadisida Rasululloh "Fasabbih bismi rabbikal azim" degan oyat tushgan chog'da buni ruku qilib olinglar degan. "Sabbih bismi rabbikal a'la" tushgan chog'da buni secdada qilib olinglar degan. Shunga asosan cumhur buni mush iborini deymiz, mush tasbihni deymiz deb qaragan. Oyatda bu İmam Abu Davud İbn Hibban rivayet qilgan, bu Hasan hadisam. Ajraq bo'lsin, lekin amal qilinadi. Yana rukuda Muslim rivayet qilgan, rukuda qilgan duo var. Buni balki agar Albanining masalan sifat salat ya fiqh sunnaga qarasanglar, balki ma duoni ekilishi mumkin. Ma sayrak mana Sahih Muslimda kelganda. Onda rukuda qala Allohumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي. Ondan secde qilgan chog'da Allohumma laka sajadtu va bika amantu va laka aslamtu. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Bu Sahih Müslim'de. Lekin manda uzun zikr dualar adette qanda ahvolda desa Sahih Müslim'de kelgan bilan Sahih Buxoriy kirishi mumkin. Halaqa biz o'rishgan o'qigandek uzun duo va vajhat va jalladi fatra samavat bir safar qildigan masalan bunda duolar yoki uzunroq zikr tasbih bunda duolar bu nafl namozda kelgan. Farz namozda shu jumhurninki tanlagan subhan robbiyal azim subhan robbiyal ashraji. Chunki farz namozda jamoat qilib o'qigandan keyin ko'pincha oxiriga rioya qilmay olmaydi. Uzun duoni qilib olsa oxiriga qara yaşanan adamı turib olmaydi. Nafl o'qigan chaqda yolg'iz deydi endi. Nafl jamoat bilan o'qigan nafl va yolg'iz namoz o'qigan vaqtida xohlagancha bir shart qilgan duoni sajdada, rukuda qilamsa o chaqda kang tashlab qo'yib turgash. Shu ma zikrlar sayyid kelgan bo'lsa-mu, bu ko'pincha salatul layl. Yani ko'pincha Rasululloh iza qama ila salati fil layl, bunda kelgan bor. Shu nafl namoz qartildi. وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. الإمام الثوري إمام بنا بشكتن deyishni yaxshi ko'raman, chunki 5 qatim degan taqdirda oxir turgan jamoat buni 3 qatim to'liq deb ulguradi dedi. Odatda jumhurchi eng to'ni 3 qatim deydi. Adnaha 3 qatim. Lekin 5 qatim, 7 qatim, 10 qatim qadar desi bo'ladi jamoatimiz. Umar ibn Abdulaziz 10 qatim qadar deydi. والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر. عقبة بن عامر ننكي حديثه ابن عباس حديثه زكب قاغلقتك من داخل وضعه. شو اختلاف كلب شد. وذلك أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Demek bu İbn Abbas'ınki Sahih Müslim rivayet hadisi. فقمن diyen fecedirun yani layık diyen buldu. Demek secdede dua katık tırışalık gösterler. Şunda kıysanlar sizlere icabet kılınışına en layık vakit. Kamin yani kamin dese layık diyeyim. Haklak, layık. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. Bu ma'lum bir vaqt boshqa duoni o'qib kelayotgan ya ixtiyoriy duo qilgandan keyin oyat tushganda Rasululloh ruku sajda ma'ni qilinglar degan, ya'ni burun boshqacha ulab keyin mahkum bekitilganligini bildirar. Ya'ni mutaaxir ekanligini ishorat qilamiz. Ama demak bu jumhurninki shu nimasi farz namozda shu amal qilindi. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله. demek tesbih manda eğitimizde. Lekin dua kılışıyor. Bunu da tartışma. فكره ذلك مالك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع. Görüp alımla rükû dua kıs buldu da pardı. İmam Malik ya dua kıs bulmaydı. Çünkü Resulullah rükûda Perverdigar'ın uluglanlığa diyen, secde dua kılan diyen. Digini bu iş kılmayız. Vahteccu yani azır rükûda dua kıs buldu diyen alımla. Vahteccu bi ahadithe ca'a fiha ennehu sallallahu aleyhi ve sellem da'a fir rükû ve huve mezhebul Bukhari. Resulullah dua kıygallıkı ispatlanan hadisi var. Şuna asasen İmam Bukhari katarlık alimler dua kıs bulu dua rükûdadır. Vahtecce yani İmam Bukhari müşahidisine delil kılan Sahih Bukhari'de. Ve hadise Ayşe radıyallahu anha qalet kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekulu fi rükû'ihi ve sucudihi subhaneke Allahumma Rabbana ve bihamdik Allahumma gfirli. Rükû secdelerde bunda deyip geldi. Bu yani başka rivayetler var Bukhari'de. Müşahidisininki 3-4 ya tekrarlanırlar. Bunun başka rivayetlerde Sebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbe diye ayet düştü o. Şu ayet düşkendiğin ki Resulullah şu ayetteki buyurulgan buyrukna közde tutup durup, şu buyrukta amel kıldım o da
Andım bunda dua kıldı deb. Daja Nasrullah ve Fatwa ra'aytun nas yadkhulun fi dinni afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfiru innahu kana tawwaba. Rasulullah mushu buyruqni ijro qilyapman degan asosda Subhanakallahumma rabbana fasabbih degan Subhanakallahumma rabbana wastagfiru ya Allahumma ighfirli. Bunda aytdi deb. İmam Buxoriy shuni duo qilsak bo'ldi deb. Allohumma ighfirli deb bu Alloh. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. إمام أبو حنيفة قرآن لفظدن باشقا ياكي ما يقت قوسان oldu. Sünnet كاغن لفظدن باشقا. أبو حنيفة مذهبي شuğa بمأثور سنة دبا. Doğanken Kur'an'ın lafzından başqa bu mayda emas, Kur'an'ın ya hadislarninki lafzdan başqa sözülen dua qilsan bo'lmaydi deb. Nima uchun bu duo odatiy gap so'z. Gap so'z bo'lganiga sen namozda odatga gapini qilsan bo'lmaydi. Agar sen sayidida bir duo kelgan bo'lsa, qanday ahvolda bo'lsin, bir duo endi kelgan bo'lsa, bu chaqda buni qilsan bo'ldi. Chunki bu odatga sen gap so'z emas. Shu yuqorida kelgan duoli bu deb bunda. O'zingning bu odatda paranglashgandek odatda insonlar o'zaro deyishgan gapdek bunda gapni qilib olsan bo'lmaydi. Bir hadis var o'tganda o'tdi. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن يعني أساسا وعادة كيف قسم بموجود وهذه إيش كتير oldu mı? Bunun bir kalamda ve Katar'da çirktiğin nerede? Resulullah'ın hadisleri mi? Vahyun gayru matlub. Bundan bu mu? Yukarıdan kelgen bu adet insanların üzerine değişen sözlerimiz Allah Teala'dan kelgen söz diyen. Yani Allah'a bir ibadet sözüdür bunda. Ve Malikun ve Şafii yücizâne dâlik. İmam Malik ve Şafii başka sözlerle kısım buldu. Ve sevk dâlik ihtilafun fîh. El ve kelamın amla. Yani ma mesela namazdaki mesele o değil. Ma rükûdaki dua kılış meselesi ötep buldu. Yani rükûda zaten İmam Malik dua kılsan bulmaydı dedi. Ama belki bu şu cumhur mesela şunda karaydı o değil mi? Rükûda dua kılışka Kur'an okuşu olmaydı. Buna bakın çünkü mesela namazda Kur'an ve hadis kelgen ibaretten başkaça dua kılsan bulamdı bulmamdı dese. Mesela Attehiyatın kim mi? Attehiyatın okuyanın kim mi demekçi? Ebu Hanife ya bulmaydı. Ya Kur'an'daki ya Rabbana atina fid dünya hasene diyende. Ya ki hadis kelgen mesela Allah'ım gafirli başka bunda dualı var. Şunu kılsan buldu ki adetlikse uzan uydurup bir ya hesap uzan dua kılsam olmaydı. İmam Nevevi Mecmu degan kitapta mujmasini bahs qilib, İmam Şafii'ning mazhabiga asosan Arab tilidan boshqa tildimi namoz o'quvchi o'zining tilida xohlagan duoni qilsa bo'lamdi desa bo'ladi. As-sahih annahu yajuz lahu zalik. Bo'ladi. Amaliyotda bo'ladi bu. Nima uchun? Hammadan arabcha duoni qilishni uni qamlashtirolmaydi. Ma'lum bir tilaklar var ekan masalan. Bu Arapça okumaydı ki Fatiha'nda kısa sorun aran. Yadullah nimxi adam. Bu Perverdigar'dan xalqan tilkin tilenmeye turamda namazda, secdede. Yani secdede duanı qattiq tirishchilik bilan dua qilaman desa. Ondan tashahhuddan keyin sen xalqan duani eng yaxshi duani tanlab qil degan hadis bor. Falyataxayyar min ad-du'a atyabahu va a'jabahu degan. Undan keyin bu sening qulluqing bilan Perverdigarına dua kılışın olan o Arapça til unda to'sqinlik qilmaslik. Ya Qur'on Karimda Arapça o'qish kerak dedi, uni o'qidi. Bo'ldi. Dua qilish degan bir o'chib qo'ygan narsa. Uning bir ma'lum bir siziq cheklanishi yo'q duoga. Chunki ba'zi odam uni tilaydi, ba'zi buni tilaydi. Xalqancha tilib olsang, o'zining qo'ldagi ish bo'lgan ekan, Uyg'ur tildimi ma jannat ato qilsa, gunohini mag'firat qilsa, ata-onam günahı mağfiret kılsa, Müslümanlar onda yaxşı ata kılsa, dua kılsa, bulardı. Mesela secdede olsun, secdede olsun, Subhan Rabbiyal A'lan dep bulak, farz namazda, baş namazda olsun mu? Akıdaki, imam olup kalan takdirde akıdaki ve eğiçle sanmadan bolsa, uzun, bilgençe, Uygurça olsun, Arapça olsun, dua kılıyası buldu. Ama Subhan Rabbiyal A'lan deysiz diyende, bunun için, müşinlam dep toktap, katli başınızda katli bulmaydı yapamaz. Muşu mustahab sünnet çıktı. Peki onundan keyin onu 3 katım ziyarete ya 5 katım ya 10 katım ziyarete yani xalqancha secdede dua qilib olsa bo'ldi.
والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا. Bu kalam varsa bu kalamımdı. Kalam bulmayı demek değil. Bu kalamımdı. Lekin çeklengen kalam daris çiremde çimamdı. Bu kalamlık kalam. Eğer la yasofiya şeyun min kalamin nas dedi o. Bu kamlaşmaydan gap söz yani namazga münasip kelmaydigan gap söz qatar çiremde çimam. Ma'namız. Elbette bu kirmesi kerak. Bu kalamın nas degan qasidda burun alaqa sözlü çekilishda ilgili ahvol. Unda namazga qisqadimi degan tani balımı bo'lmadi. Bugun bazarasi qolmasmi unda? Pranglishi. Ondan yana nima qilib xalqancha bir gap so'z qilishida turaverdi. O burun anda bir nima yengillik bor ekan. Keyin ondan Rasululloh buni cheklatdi. Cheklatgandan keyin hozir biz qiladigan duo ash cheklangan ash gap so'zlari kiramda kirmam. Ma masala. Endi al-mas'alatu as-sabi'a ikhtalafu fi wujub at-tashahhud. Hal teşehhüd emde et-tahiyyatu lillahi diyendek muşu dua demakçi. Ve fil muhtar minhu. Demek bu teşehhüd ne? Okuş vacip mi vacip emas mi? İhtilaflaşıp kaldı. Bundan keyin bu muhtar. Bunun keyin mesela bir neçe xil lafzlar var ma dua. Bunun en yaxşısı, en afzal dua yoki mustahab sunnat deb qaralgani qasi bunun ihtilaflaşıp kaldı. فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب. Demek mağla teşehhüd vacip emas deb qarabdi. Elbette muallifning so'zi taza deb tushmaydi. Nima uchun? Ulamolar teşehhüdül avval, teşehhüdü sani deb ayiradi buni. Nonki ma'o qomlatlam deyapti. Abu Hanifa'ning nazarida teşehhüdül axirdan qadrit teşehhüd o'tirish vacib. Nonki bu teşehhüd nimasi deb emas ma'noda. Ondan teşehhüd avvalni vacib emas, ikkinchisi vacib dedi Alloh. Nonki ma'no ayirish kerak. Hayır mesela bu digini teşehhüd avvalning gapi bo'lsa kerak. Nima uchun bu yerda vacib emas dedi? Buni dalildimi Abu Hanifa'ning? Chunki alaqa irja fa innaka lam tusalli deb ushqatim dedi-ku bir sahabiga. Hadisil musi salatahu dedi. Mashhur hadis. Unda bunda qilib hatta tatmanna qoidan bu da tilab oyig'ida bunda teşehhüdda o'tirishni demigan. Chunki buningda agar vacib bo'lgan bo'lsa deb qo'ydi. Çünkü namazına cahit okuyamayan adam bo'lgankin bunun o'rgatishda vacibni kim deb qo'ygan Rasululloh. Matrib qildi. Ve sebebi ihtilafihim muaradatul qiyas li zahir al-athar. Ve sahih hadislarninki zahiriga qiyas kelib qoldi deydi. Ve dalika anna qiyas yaqtadi ilhaqahu bi sa'ir al-arkan allati laysat biwajiba fi as-salah. Endi qiyasda odatda qanday bo'lish kerak ekansa, vacib emas faoliyat qatoriga kirgizish kerak deydi. Teşehhüdni. İttifaqim ala vücubul Kur'an. Çünkü biz hem alimlar Kur'an okuş da namazda vacip deb ittifaq keldik deydi. Bunda teşehhüd okuş vacip olması kerak. Bu teşehhüd Kur'an'ın başqa narsa bo'lgan ekan. Bu bunda bir qiyas qildim. Lekin bu qiyas qamlashdimi, qamlashmadimi Alloh alam. Kur'an'ning vaciplik ittifaq kelgan bo'lgan ekan, teşehhüd u vacip Kur'an bo'lmagan ekan, u vacip narsa qatoriga kirmasi kerakdi. Teşehhüd Kur'an bo'lmagan ekan, vacip bo'lmasi kerakdi deydi. Feycib yani. Ve hadis ibn Abbas radıyallahu anh ennehu qala kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna teşehhüde kema yuallimuna surata minel Kur'an. Yani İbn Abbas radıyallahu anh hadisinde teşehhüdni xuddi Kur'an'dan bir surni o'rgatgandek ahamiyat bildirib tadqiqini o'rgatdi bizga. Bu hadis ham yaqtadi vujubahu teşehhüdning vojibligini taqozo qiladi. Yani bu yerda mazhablarning qarashini bayon qilib o'tsak, İmam Abu Hanife ile Malik bu vacib emas deb qarabdi, lekin oxirgi teşehhüdda el-julus qadri teşehhüd vacib. İmam Şafii ve Ahmad bular vacib deb qaraganlar teşehhüdül axirini deydi. Teşehhüdül avval emas. Masalan, 4 rekat, 3 rekatlik namozda 2 teşehhüd var, buni o'ttirgan emas, oxirgini vacib deydi. Mush vacib degan so'z ne bular? Tajovuzdan ishlatadi. Bu yerda vacib degan so'z rukn, farz degan. Farz degan nima shunda ishlatadi. Yani rukunni ishlatadi bular. Hayır vacibinin şey rükünü olsun. Bunu namazın bir rükünü demek lazım cumhuruna karşı. Şu İmam Ahmed şu ahirine rükün değil farz. Azıcık vacip dediğin şu. Birincisi şu vacip bu dese bunu ottamay kalsam mı namaz atar günah işleyen olsa lekin namaz buldu dedi. Ama ahir teşehhüd ottamasam bu de kandak baksam o namaz olmadı. Demek bu rükün diye maniki vacip mı?
Demek İmam Şafii bilan Ahmad bu oxirgi tashahhud mishada rukun deb qaraydi. Ammo İmam Şafii birinchi tashahhudni sunnat deb qaraydi, vojib emas. Endi ma'nal asla 'inda haula anna af'aluhu wa aqwaluhu fi as-salah yajib an takuna mahmula 'ala al-wujub hatta yadulla ad-dalil 'ala khilaf dhalik. Bizim kitobning muqaddimasida deganda tilab bo'lishning sababi Rasulullohning ish harakatlarini vojib qapiramdiq, mandub qapiramdiq, bunda talash bo'lganlikda buni kelib chiqdi. Endi ma'noning nazarda, shu olimning nazarda Rasulullohning ish harakatlari asli vojib qapirish kerak. Qiyosda dilg'a yo'q buni mandub bo'lish kerak deb bo'ladi. Albatta sizning qoida mushunda faoliyatni bulam namoz degan Alloh taolo belgilab bergan narsa o'rniga buni vojib qapirishing kerak dedi. Wal aslu anda gayrihim ala khilaf hada. Yani başkalarının nazarda mendupluq qilish kerakda. Wa anna ma thabata wujubuhu fi as-salat mimma ittafaqa alayhi aw sarraha bi wujubihi fala yajib an yulhaqa bihi illa ma sarraha bihi wa nasali. Demek sen aniq demagan narsani, aniq vojibligini bildirmagan narsani namozda aniq vojib bo'lgan narsa qatoriga kirgizib qo'ysang bo'lmaydi dedi. Yani demek bu narsa mendup bo'lish kerakda. Başkalarının qoidasi bo'yicha. Demek bu yerda ki kaide zid kelib qoldi. Yani bazı af'aluhu sallallahu aleyhi ve sellem mahmula alal vücub desa, yani birisi mahmula alal nabd. Bu ikki qoida bir-biri zid kelib qoldi. Mushuning asosan bu tashahhudni mandub emasdir. Lekin tashahhudni o'qish hadisida, yani jumhurning İmam Ahmad Şafii'ning kuchlantirgan dalil nima desa, tashahhudni o'rgatgan hadisda qulu at-tahiyyata deb qulu degan buyruq bor. Dağlar demek meyada buyruk geldi. Af'allarında menduplık vacibinde baksımı ki meyada emru lil vücub. Yani ikinci koşumçu delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir katımı taşlap bakmay, davamlık ayında okugallık. Yani muazaba kıygallık. Bu muazaba kıygallık adette bir taraftan vaciblikini gösteriyor. Rükünlükünü gösteriyor bağımdı. Lakin vaciblikini gösteriyor. Meyada mesela rükünlüktik talıştadır. Demek ki kulu degan buyruq bilan Rasulullahning bir qatımı unda tashlamay davomliq munda elib borganligi Şafii mazhablar İmam Ahmadning mazhabini kuchlantirdi. Abu Hanifa Abdullah ibn Mas'ud hadisi var. "İza qulta hada aw fa'alta hada yoki aw jalasta qadraha" degan bir rivoyat bor. Shuni asos qilib, shuncha miqdorda o'tirib bo'ladi. Yani uni o'qimasangmi, shuncha miqdorda o'tirib bo'ladi. Buni yani hamma mazhab olimlarining ba'zilari bu namozda faaliyet asasida bu so'zlar bu uni tayyorlab kelgan deb qarab unda bana ko'rsatadi. Lekin amaliyotda unda shu duoni yodlagan odam bo'lsa, ba'zan esida yo'q, o'tirib tashahhud o'qimay bizdan jim o'tirib salom berib qolgan ahvollar. Ma ahvollardan unutib qolishlik mayl desama, lekin esida barchada qasddan unda bu duoni o'qimay jim o'tirib salom bergan shu albatta. O'qish kerak. Ammal muxtaru min at-tashahhud qaysi duoni qilamiz, qaysi siyg'idagi duoni talab qilamiz, qaysi afzal deganda fa inna malika rahimahulloh ixtara tashahhud Umar radhiyallohu anhu alladhi kana yuallimuhu an-nasa ala al-minbar. Jamoatga minbarga chiqib turib o'rgatgan. Mushuni tanlabdi. Bu qaysi duoda va huwa at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibat. الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحيات يا سلام يا ulug'liq yoki mulk degan bo'ldi. Eng yaxshi salom yoki butun igdoshilik yoki butun ulug'liq Allohga xosdir degan bo'ldi. Burun assalomu alalloh, assalomu alan nabiy, assalomu alal mu'min deganda mana dua qilamiz-ki. Rasululloh bu salom degan bu Allohning o'zi bu. Allohning ismi salom deb ism bor. Shu Allohning o'ziga o'zining ismida salom qilmashmaydi. Sizlar at-tahiyyatu danlar. Menda salom qilinglar deb o'rgatgan. Demak at-tahiyyat mushada hozir ma arab tilida ma xolis tamanniyat va tahiyyat deb qo'yilgan. Bu salom degan ma'noda. İgidorchilik degan ma'no, ulug'liq degan ma'nosi. Demak, barliq ulug'liq, go'zal salomlar va igdorchilik Allohga xosdir degan bo'ldi. Zakiyat degan amal solih degan bo'ldi. Yani xolis amallar Allohga xos, yani amallar xolis amallar Allohga xos qilindi degan ma'no bo'lishi mumkin. Nima uchun zakiyatda bu amalni qilgan egisini Allohning nazarida
pakizlab, unda tavlab, saplashtirib turadigan narsa o'niki. At-tayyibat degan bo'ldi, yaxshi, go'zal, madiya degan bo'ldi. As-salovat deganda ba'zilar 5 vaqt namoz deb ma'no. Lekin odatda duo salom degandek nima bu? Mana. Innallohu va malaikatahu yusalluna ala nabiy degan. Bunda duo salom degan tariqada qismi, tarjima qismi. Demak, İmam Malik Umarning mushi tashahhudni nima uchun tanladi? Boshqaga qaraganda afzal dedi. Chunki minbarda o'rgatgan bu jamoat. Jamoat esa boshqa nurg'un sahobalar bor. Hammasi g'adibidan qilmay, e'tiroz bildirmay buni o'rgatishga ma'qul ham o'rgandi. Shunga buning alohida bir afzallik chiqdi. Rasulullohdan bu ayında o'rgangan. O'rgangan ekan shuni deyish kerak deb jamoatga o'rgatgan sahobalar olmasa bor. Bu bir xil ijmo ekan. Bunda bo'ldi deb kuchliq deb ma'no tanlagan. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود. أبو حنيفة وبشكلا ابن مسعود رضي الله عنه التحيات طلبت. قال أبو عمر وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث. إمام أحمد مو أهل الحديث كبن سموشنا طلبت. لثبوت نقله çünkü bu muttefakun aleyh hadis. Resulullah'ın nakl konusuna ait ispatlık boğallıktan dedi. وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Biz muşa teşahhudunu okuyumuz. Bu muttefakun aleyh hadis geldi. İmam Malik tayangını Hazreti Ömer'den şerkit etti. Lekin umu Resulullah bir taraftan tutuşudu. Onun için Hazreti Ömer onun çok Resulullah'ı bilmeyen bolsa unda cemaatke mescitte okumaydı, cemaatini gap qilmay turmaydı dedi. Lekin ma'lum da hadisda aniq Resulullah'ı tutish muttafaqun alayhi kelganlik uchun Malik mazhabimda bunda seyis bekamal qilgan bo'lganlik uchun buni tanladi dedi. Bu ham mazhabni unda odatda ana mazhabni ajizlar iskesi oldu degan ma'lumda modogan gap bor. Lekin unda u unda mutlaqlik bir tarafdan da ajizsiz bo'ldi. Onu insaf bilan hamma masalaga ayrim qarab, tekshirib, bunda qarash kerak. Şu az edisidan bo'lsin, bilimli bo'lgan ekan bu zot. Shunda ahkamni chiqara oladi ekan. İmam Abu Hanifa yetmadi ekan dedi. Bu yetmedi degan gap ma'lum qilmashmagan gap. Nima uchun? Shu chaqda Kufa, Basra shu shahar deganda sahobalar, mig'mur tabiinlar, mig'mur yashab ketgan jutu. Nurg'un, mesela İmam Ahmad Bag'dodlik. İmam Ahmad unda qanday hadisni bilib qoldi. Shu anlag'andan anlab uqtashini. İmam Buxoriy qanday qildi, shunda anlag'andan anlab qildi. Demak, bu yetmedi degan gap o'qmaydi. Ammo yetmabdi ekan. Yani bir mezhepte kim yetkenler bunu aynı hadis bilen kim tuluq qilgan, kim gösterdi. Sonra İmam Muhammed mesela İmam Malik'ten muvatta'na ülüm kelgan alim bo'lgandan keyin ba'zi masalalarda İmam Muhammed hadis kelgan bo'yicha ilolat. Bu ismi shundan. Lozim mazhab umum bir gavdisi unda deyilmaydi. Çünkü onun hadis tarafından kam yerleri olib qolsa, uni tuluq qiladi ekan. İmam Abu Hanife rivayet qilgan nimani keyingi olimlar Musnad Abi Hanifa deb to'pladi. Bir mujallad kitob. Abu Hanife rivayet qilgan hadislar hadis va atharlar. Kazzablar olib ketganlikdan. Şuna onda yalg'ay bular hadisini qilmaylar deb bek tekshirib, sayyiz topilmagan taqdir baka Qur'onninki umum mashhur. Nima qilam eslab çünkü o hatırcam bu Allah'tan. Ona cehamında. Lekin o acizlerden o yalğan isline seyresine ki ulemalar hamma bizler ayırıp ona göğerme tizek bunda ayırıp bulalım. Demek İmam Ahmed mi ona ehl hadis mi? Mavu muttefakun aleyh. Resulullah senedi tutaşkallıktan bunu aldı. Yani İmam Abu Hanife'nin yani ilişka, muşunun ilişka sebep olan yani bazı tercih kılan sebepleri var. Mesela İmam Malik bu halife,
Emiril Mu'minin cemaat üretken da bu taraftan güçlü demasmı? Ama Abu Hanife man tanlaş birinciden muttafaqun alayh. Resulullah'dan kelgenden mi? İkinciden İbn Mas'ud'un qo'ldan tutib turib, üretishga qattiq bilan manda üretken edi. Hadisda fa akhadha bi yadihi dabba. Qo'ldan tutib turib degandim. Bu bir xil ta'kidlashni bildirdi. Yana İmam Abu Hanife'nin bunu tanlashtikini ise İbn Mas'ud'dan başqa sahabelim rivoyat qilgan buni. İbn Mas'ud'dan emas. Undan keyin ma tarafdanmi eg'irvasada deb shuni tanlaydi. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Bu İbn Abbas rivayet qilgan. Nima uchun ham İmam Şafii ham da İbn Abbasning olimida bundan ko'z yumiblam tanlagan narsa emas. Nima uchun buni tanladi? Asosi nima? Bu sedes. Shudo. Lekin at tutishgan bilan ma tutish nima uchun an tanlamay, ma tanlamas desa, chunki bu Qur'onga o'xshab qolgan holatda kelgan duo. Kama yuallimuna sura dedi-ku. Kur'an'da ayet yetkende üretipte degan. Matribdan ta'kidlandi deydi. Yani biz tarafda yani Kur'an'ga o'xshash, Kur'an'dan kelgan duolar var bunun içinde deydi. Qaysi? Mubarakat degan so'z. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba dedi-ku. Buningga ona tahiyya al-mubarakat degan ma'tushdi. Kur'anning lafzi var buningda. Endi yana bir asosi İmam Şafii'nin bu İbn Abbas hech kichik sahabilardan deydi. İbn Abbas buni rivoyat qilgan bo'lsa, cho'qim bu oxirgi vaqtlarda Rasulullohning hamda oxirgi hayotida uchrashgan bu Ibn Abbas. Undan keyin bu bir xil boshqalarni bir xil mansib qilganda endi. Yoki bakrak ma afzal ular muhimdil ketgan duodek ma'ni bildirdi. Lekin bu gap javobatimda ham to'g'rigan gap qilmasam da. Agar Umar mesela, Abdullah Masum kat sahabeler İslam'ın baş destekli devrinden tartib Rasulullah bilan billa bo'lgan, xizmatini qilgan, billa jihad qilgan, billa o'tirib qo'ygan sahabeler agar burungi vaqtda aynda nim qilib Badrda o'lib ketdi mesela, ya be Hijraning 3-4-yili o'lib ketdi. Keyin anda bu Ibn Abbas 8-9-yillarda Rasulullah bilan billa munda qilgan bo'lsa, balki tarjih qilibdi. Lekin Umar, bu Abdullah Masud, bular Rasulullah Abdullah ibn Abbas uchrashgan chaqdimi yashagan billa. Unda ilgirmi yashagan, davomli butun shu umri Rasulullah bilan billa o'tgan bo'ldi. Undan ekan bu keyingi ilgirgi degan gap buni tushmaydi. Belki ma cho'ng sahabining ig'ir vasuli. Bu zodi beklam kuchliq ma'noda. Bu hammasi afzallik to'g'rimi? Mana qilsam bo'ldimi, uni qilsam bo'lmaydi degalim yo'q. Lekin tanlashdan biz eng noshni tanlaylik deb qolsak, bunda tanlaymiz. İmam Ahmad bularmi masalan İmam Ahmad bilan İmam Abu Hanife bijlashib qolsa buningga taqobil turishdi. Chunki hadis aqli dalil tarafdan bu ikkisi jallanib ketib qoldi. Hatta manda ehtimollik bor. İbn Abbas buni Rasulullohning bevosita o'rganmagan. Buni bir ehtimolda İbn Mas'udda bosh sahabildan, cho'ng sahabildan o'rganib olgan bu İbn Abbas. Tamam, bunda bunda rivoyatni keltirdim. İbn Mas'udda munda deb anglagan Rasululloh munda o'tib keldi. Çünkü küçük sahabe olan ki Resulullah'ın vakti o sorunda ilim alıp oturup bakımda ne vakit etmegen. Çoğun sahabeli battı. Şimdi Resulullah vefat olan ki bu çoğun sahabeli de ürengen buna. Ve bundan da emiz kanı kıysa ihtiyarlık bağ mesela evzellikteki ihtilaf. Ve sebep ihtilafihim ihtilafi zununihim fil arcahi minha. Nima qas ang rajih dabtimda farzda o'xshashimi dedi. Faman g'alaba ala dhannihi rujhanu hadithin ma min hadhihi al-ahadith ath-thalathati ma ilayhi. Wa qad dhahaba kathir min al-fuqaha ila anna hadha kulluhu ala at-takhir kal-adhan wa at-takbir ala al-janaiz wa fi al-'aydain wa fi ghayri dhalika mimma tawatara naqluhu wa huwa as-sawab wallahu a'lam. Ya ko'pincha fuqahalar bunun ixtiyorlik var. Azanning lafzimi shunday bizqo, azanning lafzida takbirda qo'sh aytamsa, jup aytamsa masalan. Jinozaga takbir tushirishda 4 mi, 5 mi necha masalan. Aytdiki takbir necha, 6 mi necha degandek masalan. Bu shunda necha xil rivoyat qilgan bo'lsa, shuncha xil deyish joiz. Bu Imom Ahmadning ko'pincha shunda qoidasi bor.
Seyredisem 5 xil ahval rivoyat qilingan bo'lsa, 5 yil qani qilsang bo'ldi. Sahabildan 4-5 xil rivoyat qilingan bo'lsa, sahih. Mesela başka hadis olmay. Sahabildan rivoyat qilingan 4-5 bo'laverdi. Masalan, nimani ullikdan tizimamdi. Ba'zi mandan tizimamdi. Ba'zi Rasululloh bir aqdim ullik debdikan. Ba'zi siddetdikan. Ba'zi qo'lni ko'tarish masalan, ba'zida qo'lni ko'taribdikan, ba'zida quloqni tugish ko'taribdikan, ba'zi murisq qadar ko'tarib. No'nsam qani qilsang bo'ldi. Cho'qim bu ish qilsang bizni tanlamasa olmaydi degan gap. Odatda ixtilof bo'lishning nimasimi bilamiz. Sabablarining biri shu. Ibn Rushdmi hozir mushu qarashni tanladi. Tarjih qiladi. Bunda deyish kerak. Albatta bu olimlar hozir yuqorqi olimlar mushu qilmasang olmaydi degan gap yo'q. Ani qilsang bo'lardi, mana qilsang bo'lardi. Lekin qaysi afzal desa men tanlayman. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. Emdiş İmam Şafii teşehhudda Ettehiyatını okuğandan keyin Rasulullah'a durut o'qishni shart qildi dedi. Farz yoki rukn degandagi, odatda bu shart, farz, rukn deganda odatda almashtirib ishlataverdi bu. Mishadimi hozir Imom Shafiyning vazifasini aniq demadi hozir. Nima uchun aniq demadi? Bu kitob mazhabni naql qilishda istizkor degan Ibn Abdulbarning kitobi tayinladi. Shuni qanday kelsa naql qilib yani Shafiyning kitobini tutib, ya al-Um masalan, ya Muxtasar Muzani degan kitobni tutib geçip qarab ondan yozgan bo'lsa-da, bunda ba'zi bir yetersizliklardan xoli bo'ldi. Shu mazhabni naql qilishda masala bor. Imom Shafiy shartida shunama tashahhudda, lekin Imom Shafiy uni ayirdi. Oxirgi tashahhudda sharti, boshqa tashahhudda emas. Birinchi tashahhud bo'lsa, bunda ikki xil qarash bor Imom Shafiyning, ikki xil so'zi bor. Va qala innaha fardun. Hamsha rukn degandagi, hamsha farz mishada rukn degan ma'noda. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آيات من ذلك ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم نفسه. وجه دلالة ده مش آياتنا. مش سلام بريش نمازدaki salam beriş. Yani durut okup andın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dağlar diyen buldu de. Durut okup andın salam bıraklar diyen ya biz namazı salam berişle ilgili bir durut okuyuşumuzu buyurup da Rabbimden düşünümüz dedi İmam Şafii. Yana İmam Şafii'nin bir delili var hadisten. Ma o Kur'an'da kelganda değil. Hadisde kelgan dalilni ya da bayon qilmadi. Birisi Alloh taolo hamd etmay, Rasululloh durut o'qimay bir namoz o'qigan chaqda Rasululloh ajjala hada deb bak aldirab unda kam qo'ydi degan tarif. Bu shun asosini durut o'qimasang bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi hadislar andan sallallohu alayhi nabiy deb kelgan. Ha? Tashahhud o'qigan durut o'qiysa bunda deb kelgan. Shun asosan bu farz deb turadi. Muallifning shu Imom Shafii'ning suprashlamagan. Fard alal demek mi şart degan gap bu kirib bakmam bo'lsa mumkin. Lekin farz ya vacib degandek iboralar u kitoblari bor. Shu oyatning farz bo'ldi, mana vujud kelib Mujdalila Imom Shafiining degan kitobi bor. Degan kitobni ko'rsanlar chiqadimi? Yoki masalan Imom Navoiyning Majmu' degan kitobi qarasanglar, shu gaplar bor. Bu Shafiy mazhabining shu tashahhudul akhirda farz degan gap. Ben şart dengepne belki tapamasın mümkün degende. Lekin bulamda şart farz yanına vacip yanına almashtırıp bunda işletiyordu o. Yani şunu kılmasan da namaz olmaydı degen nas. İmam Şafii şu ayetin delil keltirdi. Yani hadisin baş qo'shimcha. Mecmuada şu hadisini bayon qilib qo'yalım. Mesela ajjala hada degandaki, hamda İmam Abu Hanifa'nın qarashicha bu sünnet. Namazda müsteşahhutta durut o'qish sunnet. Yani teşahhudning o'zida vacib emasda. Buna adat sünnet deydi. Lekin namozning sirtida as-salatu ala nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ma'naviy mazhabda borki, bizning diyoridagi Hanafi mazhabiga amal qilmaydigan masalalardan birisi bo'lishi mumkin. Bu xuddi o'rin olmish bo'lgan ekan. Ba'zi masalalar shuna o'rin olmish qoldi-ku. Alaqa Tanrı meyitqa Kur'an o'qish, Hanafi mazhab cheklanadigan turliq bizning o'qiydi. Hanbali mazhabda İmam Ahmadning nazarida o'qisi bo'ldi. Mustahab deganda qarash turliq Vahabiy aqimdagi cheklaydi buni. Bu cheklaydi o'rin olmish qolgan masala. Endi bu as-salatu nabiy sallallohu alayhi vasallam yani xarija salat odatda qachonda tilga ilinsa durut o'qishning vojiblik masalasi. Hanafi mazhabda İmam Abu Hanifa'dan nima kelmagan bo'lsa uni aniqimda. Lekin Hanafi mazhabga İmam Tahavining nazarida qachonda shu tilga ilingan chaqda durut o'qish vojib deydi. Yani shunda Allohning durut o'qishing kerak. O'qimasang gunohkor bo'ladi.
Karxeninkida ömürde bir qatım nukes buldu. Ayet gelsin. İnnallaha ve melaikatahu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Muşu ayetke bir qatımsa ömründe durut okusan muşu ayetke emel kılgan bulsa. Yani bu akallisi boluşu mümkün. Peki anda muşu ayetke bir emel kılgan bulsa da manda da para. Peki sahabinin qarışı muşanın bir mezhepte kılı kuşkiga فور والتراخي تكرار والمرة ديال أصولي ثلاثة دراسي تذكرتمش دلت شو ده وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه جمهور نمزدا وسلموا تسليمات عندك بيارك سلام نمازك اشتربك سلام برش أماس نمازنا ayaklaştığın çağdaki bu alaka Allahümme salli ala Muhammed ve sellim deyimiz o. Sellim diyendeki ma salam bu. Yani ma Şafi mezhebinden bir numara bu da Allahümme salli ala Muhammed. Yani Allahümme salli ala Nebi deyip bunda desan buldu dedi. Yani Resulullah'ın o durdu okuşuna kanda okuyumuz da soğan numaralı bunda dur kemmaydı. Bunda kilikler yani keyfe nusalli aleyk dese kulu Allahümme salli ala Muhammed. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني صلاة الإبراهيمية ما طريق الدعاء أن طلق دورتن برسم bu namazdaki mesele mesele şu. Ama zaman ila ennehu teslimellezî yu'tâ bi akdus salâ aleyhi. Yani sen namazdan sırtıda Allahu sallallahu aleyhi ve Muhammed de bunda diyen çığında ve sellim teslimen kethîrâ meselen. De bunda salam versen bu şu salam veriş bu. Peki o namazdaki açık taraf salam verişemez. Yani bu salam verişini bu eğer bunda bağım olsa esselam da bunda tarif bilen kilitli. Ve sellimu teslima degeni bu adette o namazın has qartılmaydı. Yani bir ayette bağı suratın Nisa. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Yani yusallimu teslima degen Enden Ömer Selamun Aleyküm Rahmetullah diyen bulamda bu tuluk boysunuş diyen bu. Ama tenveriş yani boysunuş. Demek bunu da ma durut ayetindeki Veselimu teslima degen bu namazı salam veriş sen yapınız. Ma tereddüm ma vecideler beklemezsin. Lekin hadislige asaslanganda durut okuştan ışkılıp bir buyurulgan iş işkellik çıkıdan. Belki onu vacip desen münasiprak kilan rukun ya farz dep duranmay. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. Demek bu Sahih Bukhari'da aşında tütnasının fanatiletti edip gelin. Hem de Ehl-i Zahir'nin bir kısmı da bu tavus, tabielden tavus'un mu? Bunda muşene demesen bulmaydı kayıt namazını kayıt okuyuş degene rivayet var. Tütnasının fanatilemişsen. Bunu xuddan da başka erkan, farz, emel qatardılarsanız. Çünkü Resulullah şundan qıldı. Sallu kema ra'aytumuni usalli degan. Okumsan Resulullah o'sha namoz o'qimagan bo'lsa deb bunda fitnatul mahya vel mamat degan nima? Hayotlikda duch keladigan mol dunyoning olsun, boshqa va kaza shahvat bütün mushuningki fitnasi, sinoqlari. Mamat degan oxiratda hisob kitob yoki azabul qabr bunda fitna bo'lishi mumkin. لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده وفي بعض طرقه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع من ذاك يعني بيرق صيغة كلمة فليتعوذ الأمر حقيقة في الوجوب يعني بخارينا براديسدا من المغرم والمأثم ديان ما يبقى أرتكلت مغرم ديان قرز ma'sam degan gunoh va kazoir ma'siyatlar. Demak, mushtotdan da to'tdan panoh qilish kerak deb qo'yibdi, vojib deb qo'yibdi. Jumhur vojib emasdi-da, shunami? Lekin dalil nima ko'rsatdi? Fallatavol degan al-amru al-wujub bo'lsa, unda Rasulullohninki muvozaba qilib unda istiaza qilganlik bo'lsa, bir xil muvozaba nimasi chiqdi bundan. Bu vaciblikni ko'rsatib qilishi mumkin. Lekin jumhur nima uchun buni mush amrni vojiblik qilmay, mandublik qiladi? Buni tekshirib qolsa. Nima uchun mushuni vojib deb mushalik amrni vojib bildirmaydi degan aytsa, uning javobini olib qo'yishimiz kerak.
Belki Resulullah'ın bazı vakti bunda tavız kılmadı degan rivayet olup kalsa, bu vacip emasken degan bo'lsin. El-meselatu thamina ihtilafu fi at-taslimi min as-salah. Namazdan salam berishda ixtiloflashib qoldi. Yani namazını tugutib, tamamlab biz namazdan chiqarmoqchi bo'lgan chaqda salam berish masalasi. Faqal jumhur bi wujubihi. Vacip deb, yani mesela rukun demakchi, vacip degan gap nishada. Mushuni qilmasangiz namoz bo'lmaydi degan gap. Rukun degan ma'noda. Bu odatga qilmasangiz gunohkor bo'lib, namoz bo'ldi degan vacip, bunda vacip emas. Wa qala Abu Hanifa wa ashabuhu laysa biwajib, u rukn emas. والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة. الواجب قال لا إمام بوسن يلوز أقام كشوسن بر سلام باسا بلدو. ومنهم من قال اثنتان شك سلام بردو ديالهم با. فذهب الجمهور مذهب الظاهر حديث علي رضي الله عنه حديث ظاهرنا أبطأ. وبوسما قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. Namazını ayaklaştırılgan, namazını çıkıştırılgan narsa salam beriş doğru diye. Bu hadisten biz nimdiz? Şunan kitabı rivayet kılalı acizrak, acizrak aran hasan buluşu mümkün. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ ذَلِكَ تَسْلِيمَتَانِ فَلِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ Resulullah iki salam birdi. Diyen asasen iki salam birdi deppa. وَذَلِكَ عَنْدَ مَنْ حَمَلَ فِعْلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ elbette. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة. İmam Malik'nin bir karışıda imam bir salam birdi. Cemaat iki salam birdi. Birisi adeti salam birdi, ikincisi imam salam birisi oluşu mümkün bulmamalı. وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ اِنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ ثَلَاثًا. Aciz karışta İmam Malik cemaat üç salam birdi. Adeti iki salam birisi olan imam'a ayırın bir salam birisi üçüncü oldu dedi. El-vahidetu lit-tahlil. Birincisi namazını ayaklaştırış için, ikincisi imam'a, üçüncüsü sol tarafıdakiler yani. Ende ve amma Abu Hanife fezahaba ila ma rawahu Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi en Abdurrahman ibn Rafi' ve Bekr ibn Suwada haddathahu an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza jalasa ar-rajul fi akhir salatihi fa ahdatha qabla an yusallima faqad tammat salatuhu. Demek salam berishdan ilgari tartibini ketib qolsa namaz tamam bo'lgan, qayta o'qimasin bo'ldi tartib. Mo'sha hadisni dalil qilib akapti. Lekin bu hadis ojiz demakchi. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar va hadis Ali al-Mutaqaddim athbatu 'inda ahli an-naql. Demak biz bayatdan qaydan hadis aran hadis hasan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin degan hadis ma'nodan jalliqroq edi. Yani hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As infarad bihi al-Afriqi va huwa 'inda ahli an-naql da'if. Bu Afriqi hadis rivayet qilishdan ojiz ekan. Şuna hadisini aciz edipti. Qal qadi in kana athbatu min tariq an-naql fa innahu muhtamilun min tariq al-lafz. Jalliqroq bo'lgan bilan dalolat tarafdan ehtimollik bor buningda. Dalolat jihatdan sal ajizan, unda emas. Wa zalika annahu laysa yadullu ala anna al-khuruj min as-salat la yakunu bighayri at-taslim illa bi darbin min dalil khitab. Demek bu hazır dalil khitab dairasida. Hazır bu hadisten aldığan delil nima? Delil hitap derecesinde. Namazını ayaklaştırış salam bilan buldu desin ama. Lekin salamdan başka narsa bilan bulamdı bulmamdı bunun gapini qilmadi. Fil ghanam saima zakat degandek. Saima emas shu zakat bormi yo'qmi? Bunun gapini qilmadi. İmam İbn Rushd hazır jumhurning qarashini sal jalliq bo'lgan bilan dalolat jihatdan sal Abu Hanifa'nın alaqa nimiske onun bak udul kelmaydi asasıga. Yani delil hitap hüccet emas yente. Hazır bu tahlilat teslim diyandan delil hazır. Delil hitap. Yani sen o salamdan başkını desen bulmaydı deyin gap hazır. Delil hitap. Bunda var ki Abu Hanifa'ga bunun bak şinigil olmaydı. Bu mefhumun da'ifun indel ekter. Köpünce aliminin nazarda bu aciz qarash dedi. Abu Hanifa ammaydı bunu. Tamam. ولكن الجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. Demek bu delil خطابتن başka jallıqroq bir delil var buningda. Deyada hasr ma'nosini bildirgan. At-taslim degan ekan, salam bir ishlam namozdan chiqadigan narsa. Boshqa emas degan menda bir ma'no bor. Masalan, tahliluha taslim desa, buningda delil xitob jihatdan olsak
Hozir mantiqni qo'yib biz oxiridagini ko'rsatamiz-ku. Mantiqqa tahlilot taslim dedi. Salom bilan namozdan chiqsiz. Ama salom bilan emas, boshqa narsalarni chetkili bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu dalil kitob, Mashkutun. Bundan bakrak hozir nima bor dedi. Bunda yana kuchli bir dalil bor. Bunda alif lam deganiki musharrifda. Alif lamni nima? Al-hasr dedi. Nima? Fidil hasr. Elhamdülillah. Bana qilsak butun barliq hamd sano degan bo'ldi. Yani mishada namozdan chiqish salom bilan bo'ldi deb bir xil salom so'zni yig'inchaqlab qo'ydi namozdan chiqsa, hasr qilib qo'ydi. Undan keyin ma sal jallaq munda deb qolsa sal jallaq emas. Lekin Hanifi mazhabning ma ajizdan boshqa dalil bormi yo'qmi? Yani maktabda buni keldi, lekin u ba'zan da jallaq dalilni ekanmi, ajizlarni kelib bu ajizda qo'yib ketgan holda bor. Hadis ibn Mas'udda shu tashahhudni o'rgatgan savo shuningda idza qulta hada va fa'alta hada faqad tammat salatuka fa in shi'ta an taquma faqum wa in shi'ta an taq'ud faq'ud waqtar min atbil kalami ma shi'ta degan bir rivoyat var. Abu Davud rivoyat. Bunun asli sayında bor. Tahiyyatni o'rgatgan vaqo va asli sayında bor. Lekin ayrılı kelgan adiqma dalil qilgan iboralar Abu Davudniki. Mushuni deb bo'lsa, yaqib bo'lsa, attahiyatulloh va salatu va tayyibat mushuni deb bo'lsa, namozing tamom bo'lgan bo'ldi. Xohlasan o'tda duo qil. Ixtiyorli qolganki, bu namozing tamom bo'lib qoldi mana. Bu salom bermasam mana tamom bo'ldi, da'vatim mana demak. Ma sal jallaganda Afriqining hadisidan. Lekin sallu kama ra'aytumuni usalli deganiki Rasululloh. Albatta biz salom berib chiqamiz. المسألة التاسعة اختلفوا في القنوت. قنوت تادر اختلف قلده. قنوت يعني ما؟ أسمو إبادات، طاعات، دعاء يندك ما عندك كله. قنوت يعني. القرآن الكريم ده والقانتين والقانتات. عند طاعات كي وجه يمول، طاعات شيء يمول، طاعات من يمول. عندن إبادة يعني فكانت من القانتين، من العابدين. يمن. النماذج مدا uzun uyurturuş nama. Kunut dedi. Abdal sala tulu kunut. Bundan keyin bu xuddi mushtarak so'zda ekanda. Bir necha ma'no. Lekin bu yerga ma'nosi namozda duo qilish. Bakrak shuni ko'rsatadi. Fadhaba Malik ila anna al-qunut fi salat al-subh mustahabbun. Demak Imom Malik mustahab dedi. Bamdat namozida qunut o'qishni mustahab. Wa dhahaba Shafi'i ila annahu sunnatun. İmam Şafii de mustahab dedi. Mustahab degan manduba, mustahab, shu sunnat hozir asosan mutaradifat qatorida. Balki mustahab bilan sunnat ayirib jins kerak ayiramiz desak, sunnatlar yuqoriroq Rasulullohning sunnati hisobida. Wa dhahaba Abu Hanifa ila annahu la yajuzu al-qunut fi salat as-subh. Bamdat namozda duo qunut o'qish bo'lmaydi. Wa anna al-qunuta inma mawdi'uhu al-witr. Uning o'rni vitr namozda. Mushu masalada Imom Ahmad billah. Lekin Imom Ahmad azroq o'qishmaydigan yeri ba'zi vaqtda ba'zi namozda navozil o'qib qolsa qunut o'qish bo'ldi. Abu Hanifa o'qishmaydigan yeri. Lekin bamdatda o'qimaydiganligida, ondan vitrda o'qiydiganligida demak mashqisi bizishib qoldi hozir. Masalan, chataq demakchi. Buni bidat deymiz. Savdun shu duo qilgan o'zi shu nima namoz uchun o'qida shuni bidat. Bizning imomlarimiz Uning bidat degan qancha? Mas Sudayisdan 27 ta xatmi Qur'on duosi olib bir soat duo qilgan. Ashuni bidat. Saudiya Arabistonning ulamolari, ayt kiborul ulamodan deyiladi. Hatta risala yozganlar. Men ko'rdim bir risolani. Ayt kiborul ulamoning bir a'zosi shu 27 ta xatmul Qur'on duosi olib, ashuni o'qish shu bidat deb Saudiya Arabistonning qilgan bidat deb. وقال قوم بل يقنط في كل صلاة أما نمازda قنوت قيس بولdu. وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان. وقال قوم بل في النصف الأخير منه. وقال قوم بل في النصف الأول منه. أما da deb baktım. Bu nimadan? Rasulullah bunda çağırdı qilgan. Rasulullah ahir qilmada qilgan. Yoki bunda qilgan deb ondan boshchag'ini bunga o'xshash bo'laveramdi yo qiyos qilamdi qilmamdi. والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض. بعض نماز قياس قلمدوك قممدوك أعني التي قنت فيها على التي لم نقنط فيها. Bu tatile kaldı mı yanlış ibaret?
Oynayıp bakınlarına. Yani tertih kıyas kıldığı ulamalarında da baktım onda. Mesela kunut okumagan namazga, kunut okugan namazda kıyas kılamaz dep bunun bulmaydı demek mi? Bunda bulması gerek. Yani kıyas diyen okumaydıgan namazlarını okugan namaz kıyas kılamda olmuyor. Mesela vetirde kunut kıygan bolsa, bamdat kıygan bolsa, pişim, asır, yaki namazşem, yaki başka namazdan bunun kıyas kılap, bunun emmisi nima kılamda deyiş gerek aslında. Belki tertih olab kalındı. قال أبو عمر بن عبد البر والقنوت بلعن الكفر في رمضان مستفيد في الصدر الأول. Demek Ramazan'da kafirliğe lanet kılar, Müslümanlığı zenkeşlik kılan, düşmanlık kılan kafirliğe lanet okup, kunut okuş, deslepki devir asr saadette Resulullah'ın vaktida, Resulullah'ın kimmi onun erişip okulgan dedi. İktidâen bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi duaihi ala ri'lin ve zekvan. Re'l ve zekvan degen kabilelerge ve Usayya degen, ya Beni Lahyan degen bunda kabilelerge Resulullah bazı kabilelerge 70, yani bizge İslam'ı yutup koyuşka adamı versen diyen çağda bazı kabilelerge 70 kişini verken karımlıdın. Yani İslam'ın yakşı güven geldi 70 kişini verse yolunu otturda bu bazı kabileler hıyanet kılıp bu karını kırıp ötürürken. 700 kişi koşun bile ötürüdü de bunlar 70 kişi can tayarlı kılanmamağın da bizim yengil manga karıyla. İslam davet için mangalı. Bunu ötürürken diken bunların kağıp vakıgan. وَالنَّفَرُ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَ بِئْرِ مَعُونَ diyen cayda öldürülgen boğaçkı bulan. Biri mauna vakası da matıldı. Şu karılarını öttürüvetken kişilerini kağıgan dedi Resul. Şular nima? Re'l, Zekvan, Usayya, Beni Lahyan diyendek. Şu kabillerin adamları. Ve kâle Leyth ibn Sa'd ma qanattu mundu 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إمام يقنع. 40 ya 45 yılının mabeyninde ben fakat kunut okuyduğu imamga iqtidar qilsam bil qunut o'qidim imomga ergish vojib bo'lganlikdan bo'lmasa men qunut o'qimadim. O'qimaslikni tarjih qilma demak a. İmam Leysman da İmam Malik, İmam Ebu Hanife'ye o'xshash darajadagi mujtahid olimlarning birisi. Lekin shogirdlari hajjatnunda yeb qoldirib, o'gitib, yeb bunda qilmaganlikdan mazhab o'sha yerda to'xtab qolgan. Leys ibn Sa'd Qala'ning to'rida İmam Shafi'ning qabrisining qashta qabrisi bor. İmam Shafi'ning qabrisiga bir paqtonmi Basatin'de de matırıpta. Basatin karılmay udul kesse İmam Şafii'den şey söyledi. İmam Leys'ten mi İmam Şafii kesip unkulda yakın. Katta aliminde. Kâle Leyth ve akhadtu fî zâlike bil hadîthillezî câe anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qanata şehran ev 40 yed'u li kavmin ve yed'u ala âkharîn. Bir aya 40 gün etrafında mında Qağantı, andı bazı dua qilgan degan mushu hadisni oldim dedi. Yed'u li qavmin degan bo'ldi. Dua qilgan ham. Yed'u ala akhirin degan qag'an deymiz. Uni dua qilgan demaymiz. Ma arabchadan da lahu va alayhi deb bunda kelgan biz Uyg'urchada arabchada taqvo emas. Lahu la alayhining o'tirib taqvo. Lekin Uyg'urchada dua qilgan desak bu manfaat uchun dua qilgan. Lekin shuni qag'an deymiz. Da alayhi deganda qag'an. Kim uchun dua qilgan? Allohum anjil Walid ibn al-Walid va Ayyash ibn Rabi'a va Amr ibn Salam ibn Hisham va Ayyash ibn Rabi'a shunni qutqazgan deb dua qilgan. Andiki Allohum mashdud ataka ala Mudar va jalha alayhim sinin kesini Yusuf deb bunda dua. Buxoriyda bor. Demak, ba'ziga inda lahinda, ba'ziga alayhinda bunda. Va turklar lahinda alayhinda deb qo'yadi. Bu diniy nimada bo'lmasa adat so'zda lahinda alayhinda. Uning foydasiga zinaga degan. Hatta anzalallohu tabaraka va taala alayhi mu'atiban laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Demak, sizning qo'lingizda emas bu. Unda kuchab qolib ketmaga. Da kayib ma'yatni tushgan. Bo'ldi qildi-chi? Shundan Rasululloh bo'ldi qilgan. Shundan keyin ta Allohning dargohiga ketganga qadar kunut o'qimagan. Demek ma'ani fi mazhab hazır ana qildi ma sayyidisning chin tutdi. Akhir al-amrayn mustaqarra alayhi al-amal mushi hisob demak.
Qala famundu hamaltu hadal hadis. Yani İmam Leys deydi. Ben bu hadisi öğrengendin tartib kunut o'qibaqmidi. Rasulullah bunu o'qandiki Alloh taolo kayib bo'ldi qildi deyapti. Bu anda bomdod namozdagi ma kunni gap. Degi bitirdigini uni boshqa. Va huwa madhhabu Yahya ibn Yahya. Bu Yahya ibn Yahya degan İmam Malik ile Leys'in şagirdi. İspanya'ya verip kin çok katta alim deb tunulib muhqiq. Qala al-qadi kim? Ibn Rushd. Ve laqad haddathani al-ashyakh ennehu kana al-amalu alayhi bi masjidihi indina bi Qurtuba. Demek çoğlar demekmiş. Ashyakh diyen çoğ alimlar, aksakal alimlar. Bizden çoğlarımız bana sözlep birişçe bizden üstümüzdeki Qurtuba degan Andalus'taki demekçe hazır İspanya. Şu yerdeki Qurtuba'daki şu Yahya ibn Yahya'nın mescidi var ekan da şu. Şunun mescidinde oyunda kılınıp kilitli dedi. Yani kunut okunmaydı demekçi. Ve ennehu istamarra ila zamanina ev qaribin min zamanina. Bizning zamanımızda yakın kadar şunda davamlaşıp çıkan dedi. Yani kunut okunmaydı. Ve kharraja emde İmam Rushd özünün gepi getirdi. Ve kharraja Müslüman an Ebi Hureyre'de ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kanada fi salat subh. ثم بلغنا أنه ترك ذلك. Yani İmam Müslim onda rivayet etgan. Başta Bamdat'ta okuyan, keyin andan onu okumay qo'ygan. Lamma nazala laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Wa kharraja an Abi Hureyre'da annahu qanata fi adh-dhuhr wal-'isha' al-akhirati wa salat as-subh. Ana Abu Hureyre'den rivayeti hadiste Resulullah pişim ve kinki aşağıdığını kutlanmış. Desleptikse namazşan buldu. Demek peşin bilen tanda ve bamdatta kunt okuğanlıkını rivayet kıldı. Yani şu bicaya şu nolger kunut okuğanım. Ve kharraca anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kanat şahran fi salatu subh yadu ala bani Usayya. Demek aş qayrını ötüretken şu Eral Zekvan bani Usayya muşulunu qağab bir ay bamdatta kunut okuğan deb keldi. Sahih Müslim'de hadis ekan. Demek bir ay okuğan bolsun keyin ayette tosap qo'ygandek bo'lgan ekan bo'ldi deb o'qimagan. وَاخْتَلَفُوا فِي مَا يَقْنُطُ بِهِ. Yani kunut duası, qası bu. Lekin kunutdan da rukuda ilgirimi, rukudun kimi deganda ixtilof bor. Ma Hanafi mazhabida olimdaydi, asli rukudun keyin. Lekin Hazreti Osman yoki keyingilar jamoat chiqib ulgurvason deb duoni rukuda ilgiri qilib o zaman dua qilgan ekan, aytishimiz 5-10 oydan yetishib oldi harakatda. Ruku qilishdan ilgari yetishib qoladi. Shunga rukudan ilgaridan qilgan degan rivoyat. Lekin hadislarda ham oldida qildi, keyin qildi degan har xil rivoyat kelsin, lekin sahobalar yo u rukudan keyin deganni tarjih qilib rivoyatlar. Ayni mazhabda keyinmi ilgarimi? Endi bu masala ixtilofu fima yaqnutu bihi. فاستحب مالك القنوت باللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. بون bir diskayım boş mümkün. Bizden onu sen okşumaydıken şuna ama. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. Demek muşunu talladı. Bu azrak özgürüş va yani Hanefi mazhabçılarının mı belki Hanbali'nin mi mesela şu. Hanbali'nin mi şunu tallaydı. Yani cumhurun qarşı değil buna. Ve alam nu'minu bike ve nakhna'u leke degan nakhna'u degan nakhda'u xarliq bilan turmaymiz degan ma'noda. Bo'ysunimiz degan ma'noda. Nakhna' khana'a degan bu to'g'ri. Lekin ma'nosi unda qudu va zul manda ma'nosi. Khana'a degan. Nakhla degan cho'rib tashlaymiz degan. Ko'tarib cho'rib tashlaymiz. Demek sana tanıgan, sen kafirlik kıyganını biz çörüp taşıtmaz. Nes'a ve nahfid yani nahfid diyen aldırıp yugurmuz diyen buldu. Ve yusemmiha ehlul Irak es-sureteyn. Sureteyn deb ataydı bunu. Nima için? Şu Ubey ibn Ka'b'nin mushafida, şu nusxada aldığı Bismillah deb yazıp ayrım bir suredek bunda yazılırken. Demek bu iki suredek lan bunda ne vakitanda? İki bunda Allahümme deb iki katım geldi o. Ve ki bu ayrım anda Bismillah'la yazılgan okşaydı. Şunu iki sure deb ataptı. Yani bu bir xil ahamiyetini gösterdi. Mana xuddi Rasulullah belki Kur'an o'rgatgandek nihoyat ahamiyat bildirib o'rgatgan bo'lishi mumkin. Shu anda ba'zida Qur'onning oyatini deb yozib etgan bo'lishi mumkin. Ama Iroq ahli endi suratini deb atapti. Lekin ular shunda o'ylaganlikdan nima qilish kerak. Lekin bu Qur'ondan emas. Ama o'rgatishga qattiq ahamiyat bildirganlikdan shunda birga yozib qo'ygan bo'lishi mumkin.
وقال الشافعي وإسحاق بل يقنط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت. Muşunda bunu okuydu. Yani var Mısır'da ayakta şey duanı katı oldu. Muşunda çürüpçe. Ma kıska. Şu hadis kâgini kıska. Lekin bola ayakta şey bunu kamlaştırıp duanı kıldı. O hadis tükenmeyen. Ama bunda ihtiyarı kıyan dua katarı koyusu buldu. Ve hâdâ yervîl Hasan ibn Ali min turukun sabite. Bu Hazreti Hasan Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan radıyallahu anh'u bunu sey yoluyla rivayet kılgan. Bu seyyede çıkıyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem allamahu hâdâ dua yaknur bihi fıssalayan demek muşunu kuntu okuyan da ügetkenlik bari. Ve kâle Abdullah ibn Davud. Bu Abdullah ibn Davud kim? Bu Davud-ı Zahir'in oğlu emesti bu. Bu İmam Bukhari'nin ustazı Abdullah ibn Davud el-Khiribi diyedim bu ismi. Tabi'i bo'lsin mumkin. Yani Musaddad degandek bunda shayxlari Buxoriyning mushayadında rivoyat qildi. Buxoriyning asli Abdullah ibn Davuddan Musaddad rivoyat qildi, Musaddaddan Buxoriy rivoyat qildi. Bu man lam yaqnut bis suratayn fala yusalla khalfu. Yani aşu bizning kunutumuzda o, şuna kunut olmaganın ağnımız oqmas kerak. Bak egir qarab tutdi. Wa qala qawmun laysa fil qunut shay'un mawqut. Kunutda oquladigan mushun o'qimasang bo'lmaydi deydigan belgilangan bir duo yo'q debdi. Qanday duo qilsang, bu duo degan sening tilaydigan narsang-ku. Bu tilashni manda tilaytding, unda uni cheklanib qo'ysang bo'lmaydi emas. Undan duo degan banda xohlaganicha tilib oladigan ish bo'lgan ekan, buni niyaga ish qilsa, mana qilsa, mana qilsa, bunda ma shaklda qilsam deb belgilanish bo'lmaydi deb. Shuna xohlaganini o'qisang bo'ldi. Bu bazı mezhepteki bazı alimli bo'lishi mumkin. Mesela Hanefi mezhepte eğer sen ma duanı okuyamaygan bo'lsan, albatta namoz o'qigan odamlar endi taqdir surini Fatihani ugunib, eng muhim shu arkan endi ado qilib turgan ma qunut duosini yodlab nima qilishni ta'sin. Undan keyin Abdullah Samarqandi mutaakhir olimlardan eğer buni munda qunut duosi o'qiyamaydigan odam bo'lsa, qanday qilish kerak desa, Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ashuna o'qisang bo'ldi. Oson bo'lgan ekan. Odatda qiynalmay o'qiy olgan ekan buni. Shuni o'qisang bo'ldi. Endi faqat arabchada duoni uni o'qimaydigan bo'lsa, uyg'urcha duo qilish bo'lishini qolganda bizga lahinda duo qilamdi. Yana qunutda Resulullah durdu okundu okunun. Ve Şafi'la Mısır'da okuydu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ayağı da durtulan şurada ayağını. Lekin mağazisten durutmuş kemmedi. Mağazisi mi kemmedi? Demek durdu okusu bulamdı bulmamdı. Belki hem de bizse düşünürken bu Resulullah'ın hadisi kemmeyen iken, Resulullah sallallahu kemara yutumun usalli diyen iken, bu ibadet diyen Allah Teala'nın belgilisi bilen bulduğun iken, çünkü sen alaka qiyam turgan chaqda Qur'on o'qi degan ekan, u yerda Qur'on o'qimay duo o'qib turib, sajdaga olgan chaqda duo o'qimay Qur'on o'qib bunda desang, u izbas qildi deb qarash mumkin. Undan ekan, bir xil maskut ammo. Maskut olgan ekan, ba'zi olimlar bu duo deganda Rasulullohga durud o'qish bor. As duoning adab qoidasida oldinlar Alloh taolo hamd sano aytadi. To'liq loyiqida. Onun Resulullah'a durud eytirtip, andın tilaydigan narsani tilash maqaydi. Aşki isplamalıqqa, ondalam uzunlam tilaytini deyetmey, onda deyish qoida, adab qoidasi. Ama qunutga bu duo bo'lgan ekan, Resulullah durud o'qish buni o'qish buni maskeli duo. Buni ustiga alaqa bir rivoyatda o'sha Hasan ibn Alining bir rivoyati kelganida va sallallohu ala Muhammad deb qunutdan ketcha. Ondan keyin Şafi mezhepte meyilleri degandek bir qarash bor. Hanefi mezhebinin bazı alimlar qunutda durud qilsak bo'ldi deb o'ylab qaraydi. Bu qunutning ahkamlari. Ancha tafsilot kirmabdi ma'noda. Shunami? Mishayt bo'lsin. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi sallam tasliman katira.